urib o'ldirilganligini ko'rib turibman. Hali ham bitta chiqib olib aytayapti, qizi o'lib ketdi. O'ligi O'zbekistonga bordi-ku. Yo'q, unaqa narsa emas. O'lgan odamda baribir ruh chinqiraydi-da, opa. Men ham ota-onam yo'q, yetimman. Mana bu yerda ham bitta qizi O'zbekiston fuqarosi edi. O'zimiz Andijonda, men ham Andijonliman. O'ldirib ketishdi. 3 kun uyda o'ligi qolib ketdi. 3 kun o'ligi uyda qolib ketdi. Rasana nima bo'ldi? Nima deydi? Shov-shuv bo'ldi. O'zbekistonga qochib ketdi o'ldirgan odam. Olib keldi Turkiyaga o'sha odamni. Nimaga? Chunki Turkiyada bo'lgan narsa bo'lgani uchun olib kelib shu yerda umrbod qamoq jazosi berishdi. Yaxshi qilibdi. Mana bu qochmaydi, o'sha turibdi, bersin bunga ham. Men ham gapiray, salom alaykum. Urgan bo'lgan taqdirda ham nimaga uni haligi nima meni aqlim yetmagani, balki yoshdirman sizlardan, balki hali hayotni ko'rmagandirman, o'zimga yarasha hayot ko'rdim-da. Nimaga uni olib kelib urganligi haqida bir chora ko'rmayapti, opa? Konsulstvaga men ham gapirsam bo'ladimi? Shikoyatchi bo'lmadimi bu narsa haqida? Kimni urgan? Qachon urgan? Assalomu alaykum. Ko'karib yotibdi-ku, opa, burnidan hech qachon analiz qilish uchun balki burnini olishi mumkin biron nima. Lekin burnini yorib ko'rmaydi yoki boshini yorib ko'rmaydi. Meni miyam ochiq yorib ko'rgan bo'lishi mumkin. Meni miyam ochiq qo'yilib, burnimni teshigidan qon oqib chiqib ketadi. Miyani ochgandan men ham gapirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum. O'rtoqlar, mana bu qonaqdan bo'lsa ham yirtilmaydi-ku, opa, burni. Burni yitilibdi. Mayoq qisilgandan keyin siz yaxshilab qarang. Oyog'i-chi bo'lmasam, qo'li-chi. Nimaga o'zinglar yozmasdan? U tashagan u bolaga, u daftarlarda o'tgan. Ashlaqa narsalar dedi-ku, ana bola. Uri janjal qilishdi ikkalasi. Siz ham gapirsangiz bo'ladi. Urgani uchun nimaga javob bermayapti, opa? Nimaga sizlar shikoyatchi bo'lmayapsizlar u bola haqida? Biz nima qilyapmiz hozir? Siz shikoyatchi bo'lmayapsizmi? Ko'tarib yuribsiz-ku, opa. Ha, boshimga ko'tarib yuribsiz. Rayhonga javob beraveray. Rayhon, a? Rayhon ismim, opa. Rayhon, eshiting. Biza birinchidan o'lik yuvuvchi emas, ekspert emas, politsiya emas. To'g'ri, opa, yordam uchun borgansiz. Ular ishi, biz yordam berganmiz. U savollarni pasolga xat qilib yozasiz emailiga. Pasol bizni chaqiradi sudga, politsiyaga, biz ana shunga javob beramiz. Men uni uchun demayapman, opa, nimaga siz urganini, o'zingiz yuvganman dedingiz, to'g'rimi? Urgan ko'chiringlar qolganini endi. Nimaga bizga sakraysizlar, pul olgan, pul olmagan qilib sakraydi. Yo'q, men unaqa unisi bilan umuman ishim yo'q. Unisini sizlar oldinglar demadim. Yaxshilik qilgansizlar, rahmat deyman. Prosta burnini, masalan, tanalari, shuncha jarohatlarni pasol gapirsin. Aytmagan deyishyapti. Pasol gapirsin. Nimaga yordam bergan odamlar hozir sherik bo'lib chiqish kerak? Nimaga? Endi o'zini osishdan oldin balkim bola bilan mushlashgandir, bola urgandir. Endi har xil vaziyat bo'ladi, uni osib qo'ygan deb urmagan. Yuvgani kirdim. Men yuvgani kirdim. Men Allohdan qo'rqaman. Sizlardan bandalardan emas. U badani nimaligini men aytmayman. Kallangiga qo'y aytmayman. Tushundingmi? 5 ta bolam bor meni. Men o'lganni na jeydi, na ishladi, na boshqa ovozimni yozib ol hammang. Aytmayman. Gaping bo'lsa, через посольство, через politsiya kelib meni so'rashlaring. Tushundilaringmi? O'tirib olib. Kimga qanday? Tushunmaganlar savol beringlar yana. Shotlariga qarab qo'l ochishaveradi, burni qonatdi. Burnini tekshirmaydi. Menga nima? Rasm ko'rib aytyapman, men sizga qarab, chotimga qarab gapirmay, o'zini ko'rmaysizmi kelib? Sizga nima? Sizga gapirmayapman men. Nimaga Biz ham o'zbekmiz. Biz ham o'zbek. Nima yuvgani kelmadi? Masalan, men o'lib qolsam, ikkita o'zbek yaxshilik qilsa, o'zbek demas, nima qilasizlarmi? Shunaqa qiladi. Men hozir Sitorapani ayblab gapirganim yo'q, opa, shunaqamidi o'sha paytda savol beryapman. Hech kimda aybi yo'q. O'zini ajali bilan o'ldi. O'lgan yaxshi bo'ldi. O'lsa o'ldi, ko'mdi, bo'ldi. Biz ham o'lamiz. Nima kelmadingiz? Biz reklama berdik-ku. Men e'lonni ko'rmadim, opa. Butun Koreya ko'rdi. Men e'lonni ko'rmadim. Men o'sha kuni ishda edim, men e'lonni ko'rmadim. Endi qizlar, yordam kerakda hamma qochdi-da. Yordam bo'lib kelgandan keyin hamma mana qilyapti. Yo sizni yo Farida opani ayblab chiqqanim yo'q. Men Farida opani o'sha yerlar gapirgani uchun menda dalillari bor. Farida opa yomonlamagan deb tepaga chiqdim o'zi aslida. To'g'ri. Farida opa yomonlagan joyi yo'q deb chiqdim. Lekin, asalim o'lganni ichkarida yuvganda gapirilmaydi, uni bilaman-da. Tushadi. O'lgani gapirilmaydi o'lgan payt. O'lgani ahvolini onasi kerak bo'lsa jo'natganda ko'rsin dedim. Ayollar. Qo'shmachilar, onang qo'shmachi.
balkon. Ishdagilar maza qilib ishlayaptilar. Assalomu alaykum. Bir yaxshi uyim joyim deydigan yaxshi bir er yo'qmi? Erga tekkim kelyapti-da. Opa, men Turkiyadan qo'shindimda hozir Bolam efirlarga. katta bo'lyapti, tug'ishim kerak. Iltimos yerga tegmang. Sitorani efirda topdim deb ertaga meni bo'ynimga yana Ertaga tushmasin janjal. siz aybdor bo'lasiz agar siz Yo, esingizda topaman. chiqib ketgan hozir blokka yeb qo'raman, chiqib ketgan. Opa, assalomu bo'ldi, alaykum. Yeganimcha yedim. 3 marta salom berdim. Turkiyadan keldim, men ham sizlarda efirlarga qo'shilaman. O'rtoqlar hozir O'zbekistondagilar shunaqa qilayotgani nima javobini aytaymi, oxiri nima? Oxiri ular bilmayapti-ku Koreyani sharoiti. Oxiri Koreyada yaxshilik qiladigan odam qolmaydi. 2 oyda avazbek ketadi, bo'ldi, meni o'zimga kerakman, hech kim bilan ishim yo'q. Qolasanmi, o'lasanmi, tirikmisan, nimasan, vashi hech kim qiziqtirmaydi endi. Ana shu maqsad shu. Maqsad shu. Bundan keyin aytgandek, o'rtoqlar, men bir gap eshitdim bugun. O'zbekiston posolstvasi endi viza bermas ekan. Koreyaga viza bermas ekan. O'ldilaring. O'zbeklar fitnani ochuvdinglar bizga, ana endi Koreyaga kela olmaysizlar. Battar bo'linglar. Shunaqa gap eshitdim. Uyimjon er ko'payib ketdi. Mencha baxtliman, Yerda baxtim asalim ochilyapti. o'sh sekin chiqasida yerda anaqadan topasiz. Endi ertaga er bilan urushuvdim, opa meni oldimga keling, nikoh qilib bering, taloq qilib bering, unaqalar rosa ko'ra-ko'rachi men charchaganman rosa. 20 yil ichida 20 mingtasi. Kimda nima gapi bor? Eshitmay, opaylik bitta yaxshi er topaylik undan ko'ra. Qizlar Puxan shahrida Saida degan qiz qidirildi. Yana qo'rqitmanglar. Yana qanaqa qiz, ey? Qizlar Puxan shahrida Saida. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. Siz u gapni eshitaverib hozir chiqib ketasiz. Bittasiga yaxshilik qilib pushaymon yemadingizmi? Uka, Alloh meni shunaqa qalb berganki, yomonlarga ham yaxshilik qilishga. Men bandalaridan javob qilish uchun qilmayman yaxshilikni. Allohdan. Hozir men aytibman, hozir Sabina politsiyada ekan, telefon qilib yordam kerakmi dedim. Opa telefon qilaman dedi. Men hech qayerga boradi. Shunaqangi ahvolga tushmadi-ku, o'sha bolasining mayiti keldi. Iltimos o'chiring. Endi undan keyin nima qiladi? Bunaqangi qilib hammaga bosh og'rib, bunaqangi. Bo'ldi, bitta siz gapirmayapsiz, hamma gapiryapti. Bosh og'rib ketdi, o'chiring Sitora opa jonga tegdi. Xuloyligi shuncha odam xulamayapti, boshlarim og'rib ketdi. Har doim bir xil gapni eshityapman. Jonimga tegdi, xudoyim. O'sha Hali javob chiqadi, ko'rasizlar. Xudoni tanimaydigan, xudodan qaytgan ayol. Iplos. O'sha shuncha xalq bosh olib o'lib ketmayapti, Iplos. Bo'ldi qilinglar, ey. Olam o'sha mamlakatga o'sha gapni gapirib qo'ydi. Go'stin o'sha shuncha odamni umrini yedi bilan. Bo'ldi qilinglar, shuncha odam stress. TikTok 600 ta ishnamas. Nimada Instagramda 10 mingta, 40 mingta odam. Voy o'rtoqlar biz. Zo'rg'a qopti, birkaga zo'rg'a qopti. Tashinglar sovg'a menga, sovg'a tashinglar. Kechasi uxlasam miyamda bir nima. Birka qilaylik, ey. Ukalar ham bormi? Uka, eshitaman. Haromi Iplos, onangni olib ketdim, Rishala. Jonimga tegib ketdi, onang. Bor desam, ketsam ketmayapti. Sani onang, sani boqaman deb umrimni yedi, xorami o'lgur Iplos. Opa, bir minut. Onangni oldimdan olib ketgin. Jonimga tegdi onang. Xorami o'lgur. Alo. Farida bir pas jim tur. Eshitadigan akani. Onasi ham yo'q Rishalani xoramini. Gapam ta'sir qilmasanga xorami o'lgurdi. Maza qilib kuldik, uka, eshitamiz. Gapiravering, bu xotin jim bo'lmaydi, gapiravering. Assalomu alaykum rahmatulloh. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Eshitaman. Sizlar yaxshimisizlar? Hamma sevishsinlar. Rahmat. Uka, tezroq gapirsangiz biz hazm qilib olamiz miyamizga. Sizlar deyishlamang, boshqa gap sizdan gapiring. Qo'ying bu temani. Turing, ishga borishingiz kerak, ko'p ichib oling. Ertaga g'arbi dunyoda bu shu gapib turganlarga javob berasizlar, lekin g'arbi dunyoda. Boya bittasi dunyoda. jim turinglar dedi, jim tursak. Sitora opa o'chiring, Jon opa, o'chiring umrimizni. Qurrak otyapti bittasi. Shuncha odam, xulasin, Tush uka. Voy tur bo'lyapti. O'zbekiston